Janglarda qatnashganmisiz? Ha. Qachonlardir otang kabi meni ham g'ayratim ichimga sig'masdi. Afsus, uni bilmaganman. U galaktikaning eng yaxshi o'quvchisi hamda mohir jangchi edi. Otam qanday qilib bo'lgan? Darth Vader ismli yosh jangchi mening shogirdim edi. Tildagi Lekin keyinchalik u yovuz kuchlarga yon bosib, Jedi ritsarlarini yakson qilishda imperiyaga ko'maklashgan. Bu otangni sotgan va o'ldirgan. Obi-Wan otangga nima bo'lganini aytmagan, to'g'rimi? Undan keragicha eshitganman. Uni sen o'ldirgan ekansan. Yo'q. Men seni otaman. Seni dushmanni yakson qiladi deb bajonatsagan, ammo umidimizni kuchga chiqarding. Kuchingni zulmatga emas, ezgulikka sarflaysan deb o'ylagan edim. Men shuni tanladim. Seni o'z ukamdek yaxshi ko'rardim. Lekin